Assalomu alaykum, hurmatli Imber kuzatuvchilari. Bugungi jarayonimiz, ya'ni monolitniy stoykalarimiz. Monolitniy stoykalarimizni doim aytib o'tganmiz. 3 xil o'lchamdagisi bor. Ya'ni 2,5 metr bo'ladigan, 3,70 bo'ladigan va 4,5 metr bo'ladigan. Bu monolitniy stoykalarimizni ishlab chiqarish jarayoni hozir ko'rsatib o'tdik. Mana qalinliklari 2,1. Qalinliklari 2,1. Rezbalarimiz o'sha Xitoy rezba. Buni ishlab chiqarish jarayonidan alohida kraska jarayonlariga ham o'tishimiz mumkin. Ya'ni ishlab chiqarish jarayonidan bu yoqqa o'tganimizda kraska holatdan keyin tayyor va tayyor mahsulotga aylanadi. Mana kraska jarayonida bular. Hozirgi holatda o'sha zakaslarimizga qarab turib monolitniy stoykalarimizni ishlab chiqarib beryapmiz. Bu yoqda o'sha 370 ligimizni kraska sepilishi, ana kraska sepilish jarayoni, u tarafda esa o'sha mana kraskalari ham bilish o'zi chiroyli bo'lib chiqyapti. U tarafda yasalish jarayoni. Kimga xuddi mana shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Qo'ldan kelgancha summalarni ham, chegirmalarni ham qilib beramiz. Like bosib qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Obuna ham bo'lib qo'ysinmi? Obuna ham bo'lib qo'yinglar.